Diqqat, Eron urushiga aloqador tezkor xabar. New York Times e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Mojtaba Hamaniy 2026-yil mart oyida Eron rahbari sifatida hokimiyatni qo'lga olgandan so'ng havo hujumi oqibatida og'ir jarohat olgani haqidagi xabarlar fonida jamoatchilik ko'ziga umuman ko'rinmay qo'ygandi. Ayrim to'liq tasdiqlanmagan manbalarga ko'ra, uning yuzida jiddiy kuyishlar va oyoq bilan bog'liq og'ir jarohatlari borligi aytiladi. Ayni shu sababli ham u yuzida plastik jarrohlik amaliyoti, oyog'ida esa protez, ya'ni sun'iy oyoqqa muhtoj ekanligi taxmin qilingan. Shunga qaramasdan aqliy holati joyida ekanligi va davlatdagi o'z vazifasini bajarishga harakat qilayotgani aytiladi. Ayni shu muddatdan buyon u omma oldiga chiqmagan. Bayonotlar esa bevosita emas, balki vositachilar va davlat ommaviy axborot vositalari orqali yetkazilayotgani yuqoridagi iddaolarni haqiqatga yaqinday ko'rsatib qo'ymoqda. Ayni shu kabi oliy rahnamoning tibbiy holatidagi muammolar fonida Eron ichidagi nafaqat harbiy, balki siyosiy ta'sir kuchi ham Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tomonga og'ayotgani, ayniqsa yuqori lavozimli harbiylar qaror qabul qilishda muhimroq rol o'ynayotgani aytiladi. Shunga qaramay, rasman Mojtaba Hamaniy davlat rahbari bo'lib qolmoqda, ammo uning holati va ichki siyosiy muvozanat hamda oliy rahnamoning haqiqiy ta'sir kuchiga doir savollar kuchayishda davom etmoqda. Ayni shu yuqoridagi iddaolar fonida Eron tomonidan AQSh bilan o'tayotgan muzokaralarning eng asosiy vakili sifatida ko'rilayotgan Eron parlamenti spikeri Muhammad Bag'ir G'alibaf muzokarachilar guruhidan chiqqani haqida xabarlar tarqadi. Unga qo'shimcha ravishda esa oldinroq Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi vakillarining ovozi sifatida aytilayotgan audioda Eron tashqi ishlar vazirini ahmoq deyishgani, vazirning bayonotlari asosida emas, balki faqatgina oliy rahnamoning buyruqlariga bo'ysunishlarini aytganlari haqidagi video tasvirlar, audio materiallar tarqagandi. Bu kabi ichki nizolar urush holatidagi istalgan davlat uchun salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Urushlarda birliksiz g'alaba qilishning imkoni juda qiyin bo'ladi.